Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga 1 iyuldan barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangilik haqida batafsil tushuntirib beraman. Bu mavzu nafaqat pensiya olayotgan otaxon va onaxonlarimizga, balki ularning farzandlariga, nevaralariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya masalasida bitta kichik o'zgarish ham oyma-oy olinadigan pulga, imtiyozlarga, dorixona xarajatlariga, kommunal to'lovlarga va oilaviy byudjetga ta'sir qiladi. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men har doim oddiy odam tushunadigan tilda hujjat va tartiblarni maydalab tushuntirishga harakat qilaman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin hammasi shu bilan tugaydi. Endi faqat har oy kartaga pul tushishini kutish kerak deb o'ylardi. Amalda esa pensiya miqdori bir nechta omillarga bog'liq bo'ladi. Ish staji, rasmiy oylik, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya, ishlayotgan yoki ishlamayotgan pensioner maqomi. Shu sababli ikki qo'shni bir vaqtda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, biri ko'proq, biri kamroq olishi mumkin. Endi 1 iyuldan boshlab e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan asosiy yangilik shundaki, pensionerlar uchun pensiya to'lovlari, qo'shimcha yordamlar, qayta hisob-kitoblar va ayrim imtiyozlar bo'yicha tizim yanada faol ishlashi kutilmoqda. Men buni syurpriz deb atayotganimning sababi shuki, ko'p pensionerlar o'zlariga tegishli qo'shimcha pul yoki imtiyozni bilmay yuradi. Kimdir staji to'liq hisoblanmaganini bilmaydi. Kimdir ishlagan yillari arxidan topilsa pensiyasi oshishi mumkinligini tushunmaydi. Kimdir nogironlik yoki parvarish bo'yicha qo'shimcha to'lovga haqli bo'lsa ham murojaat qilmaydi. Eng muhim gap shuki, 1 iyuldan keyin hamma bir xil miqdorda pul oladi degan tushuncha noto'g'ri. Har bir pensionerning holati alohida ko'riladi. Kimdadir pensiya indeksatsiya yoki qayta hisoblash sababli oshishi mumkin. Kimdadir hujjat yetishmagani uchun o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Kimdadir esa qo'shimcha imtiyoz olish imkoniyati paydo bo'ladi. Shuning uchun men bugun sizga kimlar albatta tekshirishi kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak, qanday hujjatlar kerak bo'ladi va qayerga murojaat qilish lozimligini ketma-ket tushuntiraman. Birinchi navbatda pensioner o'z pensiyasi nimadan tashkil topganini bilishi shart. Masalan, yoshga doir pensiya oladigan odamning pensiyasi uning ish staji va rasmiy daromadlariga qarab hisoblanadi. Agar odam o'tm yil ishlagan bo'lsa, lekin hujjatda faqat 24 yil ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Yoki odam bir davrda zavodda, kolxozda, maktabda, kasalxonada ishlagan, lekin o'sha yillar arxivdan tasdiqlanmagan bo'lsa, tizim u yillarni avtomatik qo'shib yubormaydi. Bunday vaziyatda men shuncha yil ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Buni hujjat bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. Oddiy misol keltiraman. Tasavvur qiling. 68 yoshli bir otaxon 1990 yildan 2005 yilgacha korxonada ishlagan. Lekin korxona yopilib ketgan. Pensiya tayinlanganda uning mehnat daftarchasidagi yozuv noaniq bo'lgani uchun 5 yillik davr hisobga olinmagan. Natijada pensiyasi oyiga, masalan, 100 ming yoki 200 ming so'mga kamroq bo'lishi mumkin. Agar u arxivdan ma'lumotnoma olib kelsa va o'sha davr tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Bu yerda syurpriz nimada? Odam yillar davomida kam olib yurgan bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ri hujjat bilan kelajakdagi pensiyasi oshish ehtimoli bor. Ikkinchi misol. Bir onaxon 62 yoshda yoshga doir pensiya oladi. U pensiyaga chiqqandan keyin ham bozorda emas, balki rasmiy ish joyida qorovul, farrosh yoki oshxona xodimi bo'lib ishlagan. Agar u rasmiy ishlagan bo'lsa, sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq bo'yicha ma'lumotlar tizimda aks etgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda ayrim davrlar keyinchalik qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik ravishda hamma uchun bir xil ishlaydi deb o'ylamaslik kerak. Odam o'z ma'lumotini tekshirtirishi kerak. Uchinchi misol. Nogironlik pensiyasi oladigan fuqaro bor. U ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Lekin salomatlik holati og'irlashgan, parvarishga muhtoj bo'lib qolgan. Ba'zan odamlar men allaqachon pensiya olaman, boshqa hech narsa berilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda qo'shimcha ijtimoiy yordam, parvarish puli, dori-darmon bo'yicha imtiyoz, reabilitatsiya vositalari yoki mahalla orqali yordam olish masalasi ko'rilishi mumkin. Buning uchun tibbiy xulosa, nogironlik ma'lumotnomasi va ariza kerak bo'ladi. 4-misol.
boquvchisini yo'qotgan oila bor. Farzandlar voyaga yetmagan, ona ishlamaydi yoki daromadi juda kam. Bunday oilalar ba'zan pensiya yoki nafaqa to'lovlarini faqat bir marta rasmiylashtirib, keyin o'zgarishlarni kuzatmaydi. Agar farzand ta'lim olayotgan bo'lsa, yoshi, o'qish shakli, oila tarkibi, hujjatlar muddati muhim bo'lishi mumkin. 1 iyuldan keyin bunday oilalar ham o'z hujjatlarini yangilab, to'lovlar to'g'ri ketayotganini tekshirtirib olishi kerak. Endi kimlar albatta xavotir olishi yoki aniqrog'i hushyor bo'lishi kerak. Birinchi toifa pensiya miqdori juda past bo'lganlar. Agar siz uzoq ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz atrofingizdagi o'xshash stajga ega odamlarnikidan sezilarli kam bo'lsa, bu tekshirishga sabab. Ikkinchi toifa mehnat daftarchasida o'qilish qiyin yozuvlar borlar. Uchinchi toifa eski korxonalarda ishlagan, korxonasi yopilgan yoki nomi o'zgargan odamlar. To'rtinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlaganlar. Beshinchi toifa nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, yolg'iz keksalik, parvarishga muhtojlik holati borlar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda to'liq hujjatlar asosida qayta hisoblangan bo'lsa, barcha ish stajingiz tasdiqlangan bo'lsa, kartangizga pul o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, imtiyozlaringiz rasmiylashtirilgan bo'lsa, unda shoshilinch xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Men doim aytaman, pensiya masalasida menimcha hammasi joyida degan gap yetarli emas. Hujjatda hammasi joyida bo'lishi kerak. Endi juda muhim nozik masalaga o'tamiz. Ko'pchilik yangilik eshitsa, darhol demak, 1 iyul kuni hammaga pul qo'shiladi deb tushunadi. Bunday bo'lmasligi mumkin. Pensiya tizimida o'zgarishlar bir necha ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi umumiy oshirish yoki indeksatsiya. Bunda belgilangan tartib asosida pensiya va nafaqalar ko'rib chiqiladi. Ikkinchisi individual qayta hisoblash. Bunda aynan sizning hujjatingiz, stajingiz, ish haqingiz, maqomingiz tekshiriladi. Uchinchisi qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki imtiyoz. Bu pensiyaning o'zi emas, lekin pensiyalarning xarajatini kamaytiradigan yordam bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan xato. Odamlar mish-mishlarga ishonib qoladi. Masalan, kimdir hamma pensionerga falon miqdorda qo'shimcha pul berilar ekan deydi. Boshqasi faqat 70 yoshdan oshganlarga berilar ekan deydi. Yana kimdir ariza bermasang, puling kuyadi deb qo'rqitadi. Men ekspert sifatida sizga maslahat beraman. Har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi, mahalla, ijtimoiy himoya organlari, Mytok.uz, bank ilovasi yoki rasmiy telefon orqali aniqlashtiring. Begona odamga pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod, plastik karta parolini bermang. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya kartasiga pul tushish sanasi har doim ham bir kunda bo'lmasligi mumkin. Hudud, bank, texnik jarayon, dam olish kunlari sababli 1-2 kun farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun 1 iyul kuni ertalab pul tushmasa, darhol vahimaga tushmang. Avval bank ilovasini tekshiring, keyin bankka yoki pensiya bo'limiga murojaat qiling. Lekin pul bir necha kun kechiksa yoki oldingi oydagidan kam tushsa, albatta sababini yozma yoki rasmiy tartibda so'rang. Uchinchi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular men ishlasam pensiyam kamayib ketadimi deb qo'rqadi. Bu masalada har bir to'lov turi va amaldagi tartibni alohida ko'rish kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, ustamalar va ayrim ijtimoiy yordamlar turlicha qoidalarga ega bo'lishi mumkin. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, daromadingiz, shartnomangiz, soliq tizimidagi ma'lumotlar pensiya yoki nafaqa turiga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Shu sababli qo'shnim ishlayapti. Unga hech narsa bo'lmadi degan misol sizga to'liq mos kelmasligi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, hujjatdagi ism familiya farqlari. Juda ko'p eski hujjatlarda bitta harf xatosi bo'ladi. Masalan, mehnat daftarchasida familiya boshqa yozilgan, pasportda boshqa. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1926, boshqasida 1907. Bunday kichik ko'ringan xato pensiya hisobiga katta ta'sir qilishi mumkin. Chunki tizim hujjatlarni bir odamga tegishli deb tan olmasligi mumkin. Shuning uchun eski hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, diplom, arxiv ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar. 5-chi nozik jihat, bank kartasi va firibgarlar. Yangilik chiqqan paytda firibgarlar juda faollashadi. Ular telefon qilib sizga 1 iyuldan qo'shimcha pensiya tushadi. SMS kodni ayting deyishi mumkin.
yoki arizangizni tezlashtirib beramiz, karta raqamingizni yuboring deyishi mumkin. Hech qachon SMS kod bermang. Hech qachon kartaning orqa tarafidagi raqamni aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan parol so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu firibgarlik belgisi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiyangiz oxirgi oyda qancha tushganini yozib oling. Agar bank ilovangiz bo'lsa, kirib ko'ring. Agar ilova ishlatmasangiz, bankomatdan chek oling yoki bank filialidan ma'lumot so'rang. Oldingi 3 oy bilan solishtiring. Masalan, aprel, may, iyun oylarida qancha tushgan, 1 iyuldan keyin qancha tushdi. Farq bo'lsa, bu farq nimadan ekanini aniqlash osonlashadi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish joyidan olingan ma'lumotlar. Nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosalar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, vahima qilmang. Lekin uni tiklash jarayonini boshlang. Uchinchi qadam, pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyamni, ish stajim, oylik ma'lumotlarim va qo'shimcha hujjatlarim asosida qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 4-qadam, arxiv masalasini tekshiring. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaat qilganda ishlagan joyingiz nomi, taxminiy yillar, lavozimingiz, eski manzili, korxonaning keyingi nomi haqida iloji boricha aniq ma'lumot bering. Masalan, 1994 yildan 1992 yilgacha paxta tozalash zavodida hisobchi bo'lib ishlaganman desangiz, izlash osonroq bo'ladi. Bir joyda ishlaganman, topib bering desangiz, jarayon cho'ziladi. 5-qadam, farzandlar va nevaralar yordam bersin. Ko'p otaxon, onaxonlar internetdan foydalanmaydi, bank ilovasiga kira olmaydi, MyBoyd kupozi orqali ma'lumot ola olmaydi. Farzandlar bu ishda yordam berishi kerak. Lekin men bir narsani alohida aytaman. Yordam beraman deb pensionerning kartasini olib qo'yish, parolni bilib olish, uning roziliksiz pul yechish mutlaqo noto'g'ri. Yordam halol va shaffof bo'lishi kerak. Pensionerning o'zi nima bo'layotganini tushunishi lozim. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Ba'zan joylarda xodimlar bo'lmaydi deb qisqa javob berishi mumkin. Siz esa yozma javob talab qiling. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda uni ko'rsatib, masalani qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Murojaatni mahalla, ijtimoiy himoya organi, pensiya jamg'armasi, yuqori bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali yuborish mumkin. Muhimi, har bir qadam hujjat bilan tasdiqlansin. 7-qadam, o'z huquqingizni biling, lekin sabr bilan harakat qiling. Pensiya masalasi ba'zan bir kunda hal bo'lmaydi. Arxivdan javob kelishi, hujjat tekshirilishi, qayta hisob-kitob qilinishi vaqt oladi. Lekin siz to'g'ri ariza bergan bo'lsangiz va hujjatlar asos bo'lsa, natija bo'lishi mumkin. Eng yomoni, umuman murojaat qilmaslik. Chunki murojaat qilmagan odamning muammosi ko'pincha tizimda ko'rinmaydi. Keling, yana bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, 72 yoshli otaxon 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi kam. U tekshirtirganda ma'lum bo'ladiki, 7 yil ish staji hujjatda tasdiqlanmagan. Arxivdan ma'lumot topiladi. Natijada pensiya qayta ko'riladi. Bu yerda foyda faqat pulda emas. Odam o'z mehnati tan olinganini his qiladi. Ikkinchi vaziyat, 66 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. U kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlari sababli qiynaladi. Pensiyasi bor, lekin ijtimoiy yordam olish huquqi bor yo'qligini bilmaydi. Mahallaga murojaat qilgandan keyin uning yashash sharoiti, daromadi, sog'lig'i o'rganiladi. Ayrim holatlarda unga qo'shimcha yordam, oziq-ovqat, dori-darmon yoki boshqa ko'mak ajratilishi mumkin. Demak, faqat pensiya bo'limi emas, mahalla va ijtimoiy himoya tizimi ham muhim. 3-vaziyat, nogironligi bo'lgan pensioner dori xarajatlar oshib ketgandan shikoyat qiladi. U faqat pensiya miqdoriga qaraydi. Lekin reabilitatsiya vositalari, tibbiy imtiyozlar yoki bepul xizmatlar bo'yicha murojaat qilmaydi. Natijada o'ziga tegishli yordamdan foydalana olmaydi.
Bunday vaziyatda tibbiy hujjatlarni yangilash, oilaviy poliklinika va ijtimoiy himoya organiga murojaat qilish kerak. 4-vaziyat. Pensionerning kartasiga pul tushgan, lekin farzandi yoki tanishi pulni yechib oladi. Pensioner esa qancha tushganini bilmaydi. Men buni ko'p ko'rganman. Shuning uchun har bir pensioner oyma-oy tushumni bilishi kerak. Agar kartadan pul yechilsa, bankdan ko'chirma oling. Pul qayerda, qachon, kim orqali yechilganini aniqlash mumkin. Bu ham moliyaviy xavfsizlikning bir qismi. Azizlar, 1 iyuldan pensionerlar uchun yangiliklar va imkoniyatlar haqida gap ketganda eng muhim narsa shuki, hech narsani mish-mish asosida qabul qilmang. O'z hujjatingizni tekshiring. Pensiyangiz qanday hisoblanganini bilib oling va haqli bo'lgan to'lov yoki imtiyozni talab qilishdan uyalmang. Bu sadaqa emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz, to'lagan badalingiz va qonuniy huquqingiz bilan bog'liq masala. Men sizga yana bir bor eslataman. Pensiya kam tushsa, sababsiz kechiksa, stajingiz to'liq hisoblanmagan bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha holatingiz o'zgargan bo'lsa, albatta murojaat qiling. Hujjatlarni yig'ing, ariza yozing, javobni yozma oling, kerak bo'lsa qayta murojaat qiling. Eng katta xato jim turish va baribir foydasi yo'q deb o'ylashdir. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni pensiya olayotgan ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz 1 iyuldan keyin o'zgardimi? Pul o'z vaqtida tushdimi? Qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilganmisiz? Men sizlarning fikrlaringizni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p bergan savollarga alohida javob beraman. Obuna bo'lishni unutmang. Chunki bunday muhim yangiliklarni o'z vaqtida bilgan odam o'z huquqini yo'qotmaydi.